2,5 million bormi? Yo'q aka, buni 1,800,000 ga qilib beramiz. Kredit deb o'ylayapti. Bu mana shu turishini narxi do'stlar, 1 marta 3,300,000 to'laysiz. Bo'ldi, mana shu mebel sizniki bo'ladi. Mebel obzor obunachilar uchun vodiy bo'ylab mutlaqo bepul qilib beramiz. Bu plastmassa emas, mana 100% yong'oqda ishlangan. Hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan turgan komplektlarimizdan bittasi. Mana shu videodan ko'rib, kattagina stul mebelimizni ataga 3,300,000 so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Kamiga vodiy bo'ylab dastavkasi ham mutlaqo bepul ekan. Assalomu alaykum Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz do'stlar. Stulni arzon bo'lsin, birinchi qo'l bo'lsin, eng asosiysi sifatli bo'lsin aka. Shunaqa joydan obzor qilib bering deyotgan obunachilarimiz uchun 2025-yilda eng trendda bo'layotgan stullarimizni bitta ko'rsatib o'tamiz. Ma'lumotlarni ustaning o'zidan eshitasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani, birinchi qo'l usta Jahongir akani ishlab chiqarish xonadoniga yetib kelganmiz. Video davomida materiali, yog'ochi, kraskasi, machalkasigacha to'liq ma'lumot beramiz. Videoda o'tkazmasdan ko'rgan odamlar to'liq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Ekranda turgan nomerlar 1998 usta Jahongir akani nomeri, Telegram, WhatsApplari bor. So'rasanglar katalogini tashib beradi. Bemalol o'ziga aloqaga chiqa olasizlar. Qani bo'lmasa obzorga ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga chiqaryapsizlarmi? Ha, sekin kunlarda. Aka, oldin ham videolaringizni chiqarganmiz-ku. Mana shu yerdan videoga olganmiz. Ha, shu yerdan olganmiz. O'zbekiston bo'ylab hamma viloyatga ketaveradi. Bor, xudo xolasa, dastavkamiz bor, 12 ta viloyatga. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonga ham karyo orqali xudo xolasa yetkazib beramiz, xudo xolasa. Do'stlar, Jahongir akani o'zi taniganlar taniydi. Kanalimda oldindan chiqarib berib turaman. Hamma viloyatga obunachilarimizga chiroyli qilib buyurtmaga tayyorlab bergan ekan. Mana bu mebel ham hozir bitta buyurtmaga tayyor bo'lgan mebel ekan. Nechtalik ekanligini aytadi va bundan tashqari bu tomonda ham mebellar bor. Bir chekkadan obzor qilib ketaveramiz. Xo'p, endi Jahongir aka, mana shu mebelimiz qaysi adresga necha kishilik ketyapti? O'zingiz to'liq hamma narsasini yog'ochi, kraskasi aka tushuntirib berib ketaverasiz. Bu aka plankalik kaplay fason 100% yog'och materiali yong'oqda ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, tepa pasti materiallar o'rtaga kelgan. Xudo xolasa. Gulini keltirgansiz. Orqa tomonlari ham xudo xolasa chiroyli ishlangan. Bu materiali turetskiy, xudo xolasa yuvib ishlatsa bo'ladi. Choy to'kilsa, suv to'kilsa. Do'stlar, mana ustani yaqin kamerani yaqin olib kelasiz. Ustani ishini sifatiga bitta e'tibor berib qo'ysanglar bo'ladi. Kraskasi, green topga, jilviri, hamma narsasi joyida xudo xolasa. Keyin mana bu machalkani qalinligi ham odatdagidan ko'ra qalinroq. 12 sm. To'qqizmas ekan. Yo'q, 3 sm dan 4 sm qoplangan, xudo xolasa. O'tirgandan keyin yana shu holatga qaytib olaveradi. Demak, yog'ochi yong'oq. Baqateray, Lisvay bundan arzon yuradi. Xudo xolasa yuradi arzon. Bu necha kishilik aka? Bu aka 20 talik xudo xolasa bu komplektlarimiz. 20 ta odam o'tirsa bo'ladi. Stolini necha qildingiz? Buni aka 5,5 metr bo'ldi xon taxtasi. Xo'p. Eniga 1,20, o'rtadan 2 ga bo'linadi. 2 ta davra qilib olsa ham bo'laveradi. 2 ta davra qilsa ham bo'laveradi. Xo'p, endi bu demak bir 7 metr xonalarga tushaverar ekan. Xudo xolasa 7-8 metr xonaga tushaveradi, xudo xolasa. Qaysi viloyatga ketyapti bu? Bu aka Buxoroga ketyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, hozirgi kunda bu xon taxtasi ham aka 8 qirralik bo'lgan. Bu atrofiga ham ponni gullar bilan bezatilib qo'yilgan. Do'stlar, mana shu usta aytayotgan joylariga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana shu joylari pulida farq qiladi. Mebel bilan mebelni shu tushuntirayotgan joylari pulida farq qiladi. Keyin oyoqlari xon taxta bo'lar ekan. Oyoqlari xon taxta bo'ladi. Xudo xolasa oyog'i ham 4 ta qilib berganmiz. Xudo xolasa. Adres qayerga dedingiz? Buxoro viloyatiga ketyapti. Buxoroga yong'oqdan 20 kishilik necha pulga qildingiz aka? Bu aka sexdan poyovka chiqishi 11 million so'mga, xudo xolasa. Shu turishi 11 million. Shu turishi. Yo'l kiradan tashqari. Xudo xolasa. Yo'l kira aka qanday kelishamiz? Andijon bo'ylab yo vodiy bo'ylab qanaqa nimalaringiz bor? Yo'l kirasi aka, xudo xolasa, Mebel Obzor obunachilar uchun vodiy bo'ylab mutlaqo bepul qilib beramiz. Vodiy bo'ylab qilib berasiz. Xudo xolasa. Do'stlar, shu hozir mana bu tomonni ko'rsatasiz. Hozir shu mebellarda hammasini narxini aytamiz. Shu aytilayotgan narx o'zi mebelni o'zini narxi bo'ladi, lekin vodiy bo'ylab mana Mebel Obzor obunachilariga dastavkasini bepul qilib beraman deyapti. Xo'p, birinchi buni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Jahongir aka, bu nima? Stolni o'zimi bu? Ha, xon taxtani o'zi aka. Buni ham xudo xolasa tayyorlab berish imkoniyatimiz bor.
Xon zakazga taxtasi qilib o'zini beraveramiz. ko'p keng o'tgan videolarda xon taxtani o'zini yasab beraverasizmi deganlar ko'payib qoldida. Ha. Shuni hisobiga buni ham video qilib ketamiz. Buni aka Demak, buni stuli yo'q. stuli yo'q. Shuni o'zi. Shuni o'zini ham qilib beraveramiz. Misol Necha uchun yosh metr bu? katta hojijonolar uchun Aha. xudo xolasa. Bu aka razmeri uzunasi 5 metr, eniga 1.20. 5 metrga 1.20 lik stolni o'zini tayyorlab berdi. Stulni o'zini tayyorlab berdik. Qoyil, bu necha pulga tushdi? Bu aka buni narxi 100% NDFdan bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Ustiga mana patina qilib chiroyli rover xizmatida chizib berganmiz. 2,5 million bormi? Yo'q aka buni 1.8 ga qilib beramiz. Qoyil, buni oyog'i ham bor, ha? Oyog'i ham xuddi shunaqa mana Ha, xon taxta qilib Xon taxta yotkizib bo'ldi. qo'yibsiz. ha yerdan xudo xolasa 40 sm ko'tariladi. Qoyil, gap yo'q. Mana do'stlar, shu stul masalasida bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. 1998 shu nomerda Telegram, WhatsApplari ham bor. So'rasanglar, kataloglar ham tashib beradi. Xo'p, endi Jahongir aka, bu bir chekkadan ko'rsatsak, bu ikkalasi bir xil ekan mana. Bir xil. Birinchi, ikkinchi mebelimiz bir xil ekan. O'sha 2023, 24, 25-yillarda eng trendda bo'layotgan Monika Cobra fasonimiz ekan. To'g'rimi aka? Shunday. Yog'ochi nimadan Buni qilingan? xudo xolasa 100% yong'oq ishlangan. Xo'p. Materiallari mo'yshi material, kariskiy material qoplab berganmiz. Buni ham sidina qismi Aha. 12 sm ishirilgan. Mayli qalin. Aha. Shunisi ham do'stlar 9 bo'lsa jicha arzonroq bo'ladi. Puli aslida 12, endi hozir pulini ham eshitasizlar. Orqasi parda ekan. Orqasi pardali qilib xudo xolasa broshkalar qadab qo'yganmiz. Pardachalari bor. Bu pardasi yo'q desanglar ham qilib beraveradi, lekin baribir bitta pul bo'lsa kerak. Jahongir aka, bu hop 12 talikmi qancha? Bu 12 talik. Buni xon taxtasi razmeri uzunasi 320 har doimgidek, eniga 120 bo'ladi. Bo'ldi. Bu ham stullarni chiqarib olib turib, xon taxta vazifasida ishlatsa ham bo'laveradi aka. Xo'p. Yog'ochi Yog'och 100% yong'oqdan bo'lgan. yong'oqdan nech pul aka shu? Ikkovsi bir xil ekan. Ha, bu aka bu bilan buni lata materiali farq qiladi. Mana materialida farq bor. Buni aka optim narxda xudo xolasa 6 million so'm qilib beramiz. 6 million. 12 taligini. Buni aka 16 talik, 18 talik, 24 talik, 48 talikgacha tayyorlab beraveramiz. Zakazga. Xon taxtasi uzayadi, soni ham ko'paygan hisobiga puli ham o'zgaradi. qo'shilib qoladi. Endi sizga telefon qilib, Jahongir aka, meni mehmonxonam bunaqasiga 9 metr ekan. Eniga 3 metr, 4 metr, 6 metr ekan desa, shunga qarab turib ham o'zingiz aytasiz. O'zim xudo xolasa dizaynlarini nima qilib chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bunaqa imkoniyatlarimiz ham bor. Xo'p. Keyingisi, Bu ham Monika Cobra fason. mayerda farqi bor deyapsiz. Lata materialda farqi bor. Bu ham 100% yong'oq ishlangan. Qoyil, lekin hammasini mana o'tiradigan joyini 12 ishlabsiz aka. 12 sm xudo xolasa rasvodida ayamaganmiz aka. Oldin 9 bo'lardi. Oldin 9 bo'lardi. Endi 12 bo'lib ketibdi, lekin narxida o'zgarish yo'q-da. Bu ham qandaydir, qaysidir ma'noda narxini tushirib beryapti deganida do'stlar. Xudo xolasa bitta like bosib qo'yadigan joylari. Bu ham bir xil ekan. Bu ham xon taxtasi bunaqa deganlarga ham bunaqa yasab beraveramiz. 4 avvalni esa avvalni qilib beramiz. Yo'q, menga 8 qirra desa 8 qirra ham yasab beraveramiz. Pulida farqi yo'q. Pulda farqi yo'q. Bu ham 100% NDF ishlangan materiali. Uzunasi 320 ga, eni 120. Bu ham nima? 6 million. 6 million so'm, 12 taligi. 6 million. Xo'p. Xudo xolasa do'stlar, bemalol murojaat qilinglar. O'sha 24 talik, 48 talik degan nima rasmlari ham bor. Shu Telegram yo WhatsAppdan yozsanglar tashib beradi, ko'rib tanlaysizlar. Xo'p, keyingi modelimiz. Keyingi ishimiz Xitoy atirgul 3D deyiladi. Hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan turgan komplektlarimizdan bittasi. 3D deyilishiga sabab oyog'ida ham guli bor. Ha, oyog'ida guli bor. Xudo xolasa mana tayini ham ko'rsatib qo'yaylik bir qator. Bu plastmassa emas, mana 100% yong'oq ishlangan. Yog'ochga tushunadiganlar bemalol tekshirib olaveradi. Xudo xolasa. Buni ham orqa tomonlarini pardali qilib broshkalar qadab qo'yganmiz. Xudo xolasa bu ham 12 talik komplekt. Buni ham 16 talik, 18 talik deb zakazga tayyorlab beraveramiz xudo xolasa. Do'stlar, mana shuni modeliga ham bitta e'tibor beringlar. Xitoy atirgul deb turib telefon qilsanglar, Jahongir aka, o'sha Xitoy atirgul degan modeli menga yoqdi. 20 talik qilib bering yoki 10 talik qilib bering desangiz, buyurtmaga qilib beradi, xudo xolasa. Aka, endi buni oyog'i gulli bo'lgani uchun 6 milliondan qimmatroq bo'lsa kerak menimcha. Qimmatroq bo'ladi. Nech pul chiqadi bu aka? Buni aka 12 taligini optim narxda 6,5 million so'm qilib beramiz. 6,5 million.
Aka shu aytayotgan hammasida vodiy bo'ylab ichida qilib beryapti. Ichida qilib beramiz, Xudo xohlasa. dastavkasi ichida. Mana nimasini so'ramabman. Kraskalari bor-ku. Kraskalari turetskiy, xudo xohlasa arzon kraska emas. yuvib, artib ishlatilaveradi behijolat. Do'stlar, kraskasi ham oddiy haligi O'zbekiston yo Toshkent kraska emas. Turetskiy kraskalar sepilgan hammasida. Xo'p, endi Jahongir aka, ko'p kuttirib qo'ydik. Videoda boshida aytdik-da, 3 million 300 ming so'mga ham kattagina 12 talik stulimiz bor dedi aka. Xudo xolasa, mana mash komplektimiz shumi? Shu. 3 million 300 mingga olsa bo'ladi. Bu rossiyskiy lisva. Aha. Bo'ylari ham baland 1.15. Ha, hali bo'y pasi ham bor, bo'y pasi ham bor, xudo xolasa. Bu ham kraskasiga materialni moslab qoplab berganmiz. Orqa tomonlarini pardali deganlarga pardali yo'q, menga parda kerak emas, xuddi shunaqa qilib moslab tayyorlab beramiz. Hozir bular mana 4 ta, 5 ta, 6 tacha ko'rsatyapmiz. Aka, bular tayyorimi yo ketayotganlarmi bular? Bular tayyori ham bor, zakaskasi ham ichida bunaqasi ham, bunaqasi ham bor. Zakasi qanaqa bo'lyapti? Muddat aka 3 kundan hozirgi kunda 1 haftagacha tayyorlayman. Uzoq 1 hafta tayyorlab beramiz. Xo'p. Telefon qilsa Jahongir aka, mehmonxonam buncha metr, mana bu model yo'qdi desa, sizga bunchalik tushadi deysiz, narxini chiqarib berasiz. Kelishib olsanglar, zaklat berish kerak. 500 mingmi, 300 ming, 500 ming so'm zaklat tashab bersa, xudo xolasa bir-birimizga ishongan. Ish boshlanaveradi. Boshlanaveradi. Xo'p, qolganini-chi yetib borgandanmi yo o'sha ko'rsatib mana tayyor desiz? Qolganini aka mashinaga yuklab, mashina nomerigacha video syomka qilib tashlayman. Telegram, WhatsAppga. Shunda shofer bilan gaplashtiraman. Bo'ldi, yuklab oldim, pulini tashab bering degan vaqtda tashab beradi. Qolgan pulini. Bu yog'i shofer bir kunda, 1,5 kunda olib borib beradi. Xudo xolasa, hozirgi kunda gazlar ham muammo bo'lmay qoldi, past olib borib yetkazib berishadi. Shoferda ham mana vodiy bo'ylab ichida dedik. Boshqa joylarga do'stlar iloji boricha arzonroq Isuzu katta mashina gaplashib beradi Jahongir aka. Xudo xolasa tanishlarimiz bor shoferlar. Endi har doim jo'natishyapti, bularni tanish bo'ladi. Endi Jahongir aka xudo xolasa hammasini ko'rsatdik-a. O'zi ko'proq manaqa tayyorini so'rashyaptimi yo zakasiga qilyapsizmi? Zakasiga ham, tayyori ham xudo xolasa. Ketaveradi, xudo xolasa. O'zi oldingi videoyingizda asha qaysidir bir 24 talikmi, men aytgan rosa uzun tergan. Ashani haligacha shu videoga komment yozishadi. Yozishadi. Shunaqa uzun katta desanglar ham xudo xolasa. Buni 20 talik, 24 talik, 48 talik tayyorlab beramiz zakasiga ham, xudo xolasa. Muammosi yo'q. Keyin nima so'rashi mumkin aka? To'yxona, kafe, restoran, stol emas, stulni o'zini donaga so'rashi mumkin. To'yxonalar. Donasini aka 220 mingdan qilib beramiz. To'yxonalar, restoranlarga ketaveradi. Yana arzonlatib beramiz, xudo xolasa kelishib olsa aka. 220 mingdan bir donasi. Xuddi shularni. Ha. Rossiyskiy. Nari modellar boshqa narxi. Ularni ham hisoblab, xudo xolasa chiroyli beramiz. Buni aka narxi 12 taligi 3 million 300 ming so'm. Bu xon taxtasi razmeri. Bu ham aka 100% NDFdan bo'lgan, laminat emas. Xo'p. Do'stlar, mebelimizga bitta e'tibor beringlar. 3 million 300 ming so'mga bo'yi baland stulda xarid qilyapsiz va undan tashqari oyoqlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana 3 qavatli qilingan taglari mana 3 qavatli. Oddiy bir qavatli emas. Shunda ham narxi 3 million 300 ming so'm, kamiga shu 3 million 300 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavka ham bepul deyilyapti. Endi bu nimaga arzon haligi kimdir bittasi yozgan ekan, aka bu boshlang'ich to'lovmi deb yozdi. Qarang o'zi kredit deb o'ylayapti. Bu mash turishini narxi do'stlar, bir marta 3 million 300 ming to'laysiz, bo'ldi, mana shu mebel sizniki bo'ladi. Bunaqa boshlang'ich to'lov boshqa emas. Bu nimaga arzon deganda, bu usta o'zi mana xonadoni o'zi yasab turib sotadi. Yasaganda tan narxiga o'zini mehnatini, pulini qo'shadi. Bo'ldi, shu narxda eshityapsiz xolos. Hali bu 2-qo'lga, 3-4-qo'lga kredit magazinlarga o'tmagan holatdagi narxi. Shuning uchun ham arzon. Mana materiallar MDF deyilyapti, kraskalar turetskiy, mana o machalkalari ham qalin deyilyapti. Yuqqa 2 qavat qo'yib qo'yilmagan. Xudo xolasa, o'sha ekrandagi 1998 ga telefon qilsanglar, mana Jahongir akam o'zi javob beradi. Javob bera olmay qolsa qaytaradi. Bo'lmasa Telegram, WhatsAppdan yozib qo'yinglar. Xudo xolasa, mana shunchadan beri qancha videosini chiqargan bo'lsak, hamma obunachilarimizga chiroyli qilib o'z muddatida yetkazib beryapti. Buni aka yana bitta qulaylik tomoni, buni rangini shampan svet desa shampan qilib beramiz. Yo'q, menga korishniy kirchimorog'i kerak desa korishniysini ham qilib beramiz, lekin rangi o'zgarsa, material o'zgarsa, narxi ta'sir qilmaydi, xudo xolasa. Do'stlar, yana shu ma'lumot qarang. Mana bu kraskasini,
mana materialli joyini, mehmonxonangizni aboyiga, gilamiga, pardasiga moslasangiz bo'ladi. Telefon qilib yoki ustaga xonangizni rasmga olib tashlab bersangiz, usta o'zi ham bitta shunday rasm tashlaydi, mana shu sizning xonangizga tushadi. Shundan qilaylik deb turib maslahat berishi mumkin. Xudo xolasa. Hammasini ko'rsatdik-a Jahongir aka. Mana Monika Cobra, ana moy chechagimi o'sha, Xitoy atirgul, kapalak, 4 xil model ko'rsatibmiz. Yana boshqa modellari bor. Telefon qilib so'rasanglar, katalogini tashab beradi. Xudo xolasa. Hammasi ko'rsatildi aka menimcha. Xudo xolasa. Sizga ham katta rahmat Jahongir aka. Hamma yo'g'ini tushuntirib, chiroyli qilib gapirib berib turganingiz uchun. Do'stlar, bemalol Jahongir akaga murojaat qilinglar. Anaqa Telegram, WhatsApplari bor. Qayerindir so'ramayotgan, so'ramoqchi bo'lib turgan narsangizni biz tushuntirmay o'tib ketgan bo'lsak, mana nomeri yoki kommentda yozing, javob qaytarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa aka. Sizga ham katta rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Do'stlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.